Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana turbalonlik so'ragan akalar uchun turbalonliklarimizdan yetib keldi. 1105 markali turbalonli original variantidan yetib keldi. Metrlari katta. Frezalari ham bartavoyli variantidan 2 korpusli plyulari bor komplektida. Narxlari 29 million so'mdan qilib beryapmiz. Kimga qiziq bo'lsa telefon raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz. Mana 18 ot kuchli 1105 markali inshoolari tepada joylashgan bo'ladi. Arqa silindrlarni ham qo'yishlari mumkin. Original variantlari, blokrovkalari bor variantida. Mana blokrovkalari bor. Qo'yishlari mumkin. Uzun balonlari ham katta variantda joylashgan. Hozir o'tatib, minib tekshirib yurishni ko'rsatib beramiz. Kimga qiziq bo'lsa, telefon raqamlarimizni qo'yib qo'yamiz, telefon qilishlari mumkin. Manzilimiz Qo'qonda joylashgan. Shu sedenalari ham yuradigan variantida, mana aqabaqa borib keladigan variantida sedenalari ham qo'yishlari mumkin. Mana yurish holatlari. O'tatib tekshirib yurishni ko'ramiz. Korpusli plyugi bo'ladi, bartavoyli frezasi bo'ladi. Narxlari 29 million so'm. Qaralar yonadi. Akkumulyatorlari ham katta qo'yilgan. Mana minib tekshirib beramiz. $1